Mijoz bilan ishlaganda biz asosiysi chizmalar bilan ishlaymiz. Bu arxitektor uchun asosiy til. Ammo chizmalar mijoz uchun tushunarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli biz yangi texnologiyalarni qo'llaymiz. Biz loyihalarni qurishdan avval ichida yashab ko'ramiz. Biz hattoki mijozlarning mijozni o'ylagan holda maketlar ishlab chiqamiz. Qurilishning asosiy bosqichlaridan biri bu to'g'ri material tanlay olish. CAU Fab Lab fikrdan to'liq loyihagacha barchasi mujassam.